Assalomu alaykum. Men Fayzullayev Xudoyberdi, Kibertech jamoasi asoschisiman. Onlayn platformalarda va marketplacelarda shu kunga qadar mingdan ortiq mijozlarga kompyuter bilan ta'minlab, yaxshi odzivlarni olib kelmoqdamiz. Endilikda Sof ta'lim o'quv markazi asoschisi iltimosiga ko'ra kompyuter kurslarini ochishni maqsad qildik. Ushbu kursimizda protsessorlar, platalar, xotiralar, doimiy xotira, vaqtincha xotira, videokarta, sovutish tizimlari va ularni xizmat ko'rsatish, kompyuter yig'ish, kompyuter ustachilik darslarini o'tamiz. Ushbu kursimiz 2+1 formatda olib boriladi. Birinchi oy hardware, texnik jihozlar bilan ishlash, ikkinchi oy software, dasturiy amaliyotlar yordamida diagnostika qilish, xizmat ko'rsatish o'rgatiladi. +1 kursimiz esa ushbu sohani o'z biznesiga, kasbiga aylantirmoqchi bo'lganlar uchun marketplace'larda savdo qilishni o'rgatamiz.